Bir narsa ko'p e'tiborimni tortadida, 2020-yili sizni deyarli unaqa kuzatuvchilaringiz yo'q edi va o'zingiz ham aytib o'tgansiz, Farg'onaning kichkina Shaharda. moda shahridagi moda agentligiga sahnaga chiqib yuradigan qiz 5 yil ichida dunyo sahnasiga chiqdi deb aytmoqchi bo'lganim, aynan mana shu 5 yillik natijaga erishish uchun nimalarga qat'iy rioya qildingiz va nimalardan voz kechdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? 5 yillik hayotni ozgina tahlil qilingchi. O'ylab ko'rmagan ekanman. Nimalarni yo'qotdim deganda, man masalan judayam ko'p takliflar keladi turmushga chiqishga. Turmushga chiqmadim. 21 yoshman, hali vaqti bor. Turmushga chiqmadim faqatgina shu soham uchun. Yo'qotgan narsalarim menimcha bo'lmadi. Lekin masalan hozirgacha ham yaxshi natijaga erishish uchun juda ham kam uxlayman. Uyquga ba'zida umuman to'ymayman. Ba'zi paytlar yana nimalardan voz kechdim deb o'ylayman. Unaqa yo'qotgan narsam bo'lmadi, Xudoga shukr. Sababi doimo duo qilib to'g'ri yo'lda yurish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi shunda menimcha. Suvdan boshqa hech narsa yemayman. Shunisi ham bormi? Suvdan boshqa Aha. maxsus diyetalarni saqlash, har bir konkursga ketishdan oldin 1-2 oy sport bilan qat'iy shug'ullanaman. Ovqatlanishimga ham qarayman, lekin doimo ovqatlanishimda sabzavotlar, ko'katlar va mevalar bo'ladi. Lekin qat'iy diyeta amal qilmaganman hech qachon. Rostdan. Chunki genimizda shunaqa qomati ozg'in hammani. O'tgan galgi suhbatda aynan model bo'lish mobaynida qanday qiyinchiliklarga uchraganingiz haqida gapirgingiz kelmagan. Suhbat avvalida bu haqda sizdan bir nechta ma'lumotlarni olishga erishdim. Masalan, Aynan o'sha pulni qiynalib topganingiz, hamma qarindoshlaringiz sizga yordam bergani va eng asosiysi sizni minnatdor bo'ladigan kishi onangiz ekanligi, onangiz juda ko'p yordam berganlari va men juda ham xohlayman shu gaplarni muxlislarga ham aytib berishingizni. to'g'ri, eng katta mani yutug'im shu ota-onam podдержка qilib doim to'g'ri tushunishlarida deb o'ylayman. Duo qilishlarida deb o'ylayman doimo va o'zim ham masalan Farg'onaga hozir faqatgina buvam bilan opog'imni ko'rishga boraman. Ular bilan gaplashib o'tirsam, ular ham xursand bo'lishadi. Men ham qanaqadir maza qilaman. Bilmagan narsalarimni o'rganaman buvamdan masalan va hayotimda tushunmayotgan yo'nalishlarim bo'lsa so'rayman. Masalan, ozgina xarajat qilib borsangiz ham qanaqa xursand bo'lib ketishadi, qancha duo qilishadi ular. Mana shu narsalarni hayotimga, karyeramga sababi ko'p, ta'siri ko'p deb o'ylayman. Qarindosh urug'larim boshida tushunishmagan, ota-onamga mani bu yo'nalishdan qaytarishga harakat qilishgan, lekin asta-sekin natijalarga erishib, isbotlaganimdan keyin ular ham yaxshi ko'rib qolishgan, bu sohani tushunishni boshlashgan va qo'llab-quvvatlashni boshlashgan. Hozir hattoki o'z o'rtoqlariga, shu ishxonadagilariga maqtanib, birgalikda tomosha qilib o'tirishadi, ko'rsatuvlarni, intervyularni. Juda ham xursand bo'lishadi hozir. Qarindosh urug'imga ham podдержкасы ko'p albatta. Shu. Moliyaviy qiyinchiliklaringizda ham qo'llab-quvvatlashgan, a? Moliyaviy qiyinchiliklarimda boshida ota-onam qo'llab-quvvatlagan. 5 yil ichida masalan 18 yoshimdan keyin har bir so'ragan narsamni qaytarib berish sharti bilan olishni boshlaganman. O'zimga shunaqa qonun qoida qo'yganman. 18 yoshingdan keyin sen o'zing mustaqil bo'lishing kerak va hattoki dadamdan hozirgacha $100 nimadirga o'tkazib qo'ysalar ham qaytarib o'sha pulni berib qo'yaman deb. Shunaqa. Buni qilishingizni sababi nimada? Bilmadim, men yoshligimdan ota-onam masalan qat'iy unaqa gaplar gapirishmagan, unaqa tarbiyalashmagan. Men shu o'qigan kitoblarni, ko'rgan filmlarimdan bilganman. Shu 18 yoshdan keyin mustaqil bo'lish kerak, ota-onaga o'zini og'irligini tushirmaslik kerak. Naborot ularga qo'ldan kelgancha yordam berish kerak. Shuning uchun men baribir hozirgacha xijolat bo'laman. Nimadirga berib qo'yishgan bo'lsa, men o'sha narsani qaytarib berishim kerak. Shahrizoda, bir narsa e'tiborimni tortdi-da. Oxirgi vaqtlarda o'zimni modellik sohasida ko'rmayapman, o'zimni boshqa sohada sinab ko'ryapman dedingiz. 5 yilda bu sohadan ketish
Hali erta emasmi? Hozir o'zimni blogerman, modelman deb tanishtirishga ba'zida uyalaman va Mhm. modelman deganimda ozgina ichimda qanaqadir uyalish hissi o'tib ketyapti. Nimagadir bu sohamdan uyalishdan emas, bilmadim. Blogerman deyishga, umuman blogerman demayman hech kimga, lekin ko'pchilik blogersiz deb aytishadi. Hozir ko'z tegmasin, bizneslarim yaxshi ketyapti va kelajakda asosan mana shu sohada faoliyat yuritmoqchiman. Modellikni mani yonimga kelayotgan yosh boshqa qizlarga yo'l ochib bermoqchiman. Shuning uchun o'zim boshqa syomkalarga ham, hech qanaqa proyektlarga model sifatida chiqishni to'xtatganman. Lekin aslida aktrisasiz. Aktrisalik bo'yicha o'qiyapsiz. Necha yildan beri? Aktrisalik bo'yicha o'qiyapman. Hozir oliy ma'lumotlik Deyarli oliy tugatib ma'lumotlik. qo'yishim kerak. Shu Mhm. statusni ham olishim kerak. Oliy Mhm. ma'lumot degan. Mhm. Shuning uchun institutda o'qiyapman. Aktrisalik yo'nalishida. Bilmadim, 2 yil oldin hamma narsa juda tez o'zgarar ekanda. Xohishlarimiz judayam tez o'zgarar ekan. Ba'zida qo'rqib qolaman shu narsadan. Fikrlar ham o'zgaradi. 2 yil oldin ham model bo'lish menga vau, qanaqa katta natija orzu edi. Hozir aytgandek, men uyalyapman o'zim modelman deyishga, o'zimni biznes ladyman deyishga hali yetib kelmadim. Yosh biznes ladylardanman. Shuning uchun aktrisalik ham o'sha institutga topshirishimdan oldin men uchun orzu bo'lgan. U institutga topshirib, aktrisa sifatida filmlarga chiqish, meni aktrisa deb tanishlari orzuyim bo'lgan. Katta natija bo'lgan men uchun. Lekin hozir yiroqdaman bu narsadan. Bunday qarorga kelishingizga balkim gap so'zlar sababchi bo'lgandir. Balkim Chunki bir ba'zida aytgandingizda men charchayman ba'zan. Odamlarning gapi ham og'ir ta'sir qiladi deb. Albatta, ta'sir qiladi judayam. Ba'zida o'ylayman, balki shu yomon kommentlar bo'lmaganda sen davom etarding yana ham zo'r. Yo'q, u uchun emas. Bilmadim, men nafsim to'yda bu yo'nalishlarda. Yaxshi ko'raman, yomon ko'raman emas bu sohani, lekin faqat shu qizlarga yo'nalish ochib bergim kelyapti. Ular qizlar qanaqa xursand bo'layotganini ko'rib, men shundan maza qilaman hozir. Yonimga kelgan qizni, har bir qiz o'zgarganini, bitta syomkaga chiqsa qanaqa ular emotsiya olishganini ko'rib, men shundan maza qilaman-da. O'zimni chiqqan takliflarga ham, menga syomkalarga taklif chiqsa, shu qizlarni jo'natib yuboraman hozir ko'proq. Va chet eldagi go'zallik tanlovlariga ham o'zim borishni o'rniga o'sha o'tgan yilgi konkurslarimizga yutgan qizlarni jo'natishni boshladim. Har biri borgandan keyin konkursga menga shunaqa gaplar yozishadi. Men maza qilaman prosta shu gaplarni o'qib, eshitib. Ular juda ham xursand bo'ladi. Chunki men erishgan orzuyimga ular ham erishyapti-da, ular ham xohlashgan. Bu menimcha juda ham zo'r. Men orqali erishishlari bu orzulariga. Aynan odamlarni to'g'ri qabul qila olmasligiga qaysidir ma'noda xorij festivallaridagi o'sha ochiq kiyimlar ham sabab bo'ladi-da. Shunaqa. Lekin adashmasam Nigina aytib berganda, baribir o'zini talablari bor, xalqaro tanlovlarni o'zbek modeli yoki Markaziy Osiyodan ishtirok etayotgan har bir model u tanlovlarga bo'ysunishga majbur degandi. Bo'ysunishga majbur, lekin har birimiz o'z shartimizni qo'yish nima deydi? Haq-huquqiga egamiz. Har bir ishtirokchi o'z shartini qo'yish haq-huquqiga ega. Masalan, biz anketa to'ldiramiz, so'rab borishadi. Qanaqa ovqat yeysiz? Qanaqa ovqat yeya olmaysiz? Biz yozamiz. O'sha cho'chqa go'shtidan bo'lgan ovqatlarni yeya olmaymiz. Hindistonlik qiz yozganman, umuman go'sht yeya olmayman. Ular yeya olmaydi-ku. Kiyimlar borasida yelkam ochilmaslik kerak yokida mana shu tizzamdan pastda bo'lishi kerak. Mana shu narsalarni yozib o'tamiz va men ham kupalnikda chiqa olmayman deb yozib o'tganman. Ana shu sababdan men bemalol yopiq kupalniklarda ishtirok eta oldim va har bir davlat vakili haq-huquqiga ega. Masalan, Dubaydan kelgan qizimiz, Birlashgan Arab Amirliklaridan kelgan qizimiz ham yopiq kupalnikda chiqdi, Pokistonlik qizimiz ham yopiq kupalnikda chiqdi va bu shartlar o'sha koinot go'zalligida, dunyo go'zallik tanlovlarida ham mavjud. Bemalol hammamiz o'z talabimizni qo'ya olamiz. Va ular hech qanaqa bu narsadan отказ berishmaydi bu narsaga. Xalqaro go'zallik tanlovlarining sharti bor edi, farzand ko'rmagan bo'lishi kerak. Hozir u narsa yo'q. Yo'q-a? Lekin yer go'zalimizda yozilgan shu narsa. Bordik, ko'rdik, baribir ham ishtirok etganlar bor. Shuning uchun koinot go'zalda ham, dunyo go'zalida ham hech qanaqa standartlar qolmayapti hozir. Hech qanday.
Bu yaxshimi yoki yomonmi? Menimcha yaxshi, sababi hamma o'z orzusiga erishishga imkoniyat bo'ladi. Mhm. Erkinlik bo'ladi, hamma maza qilib qatnashadi. Judayam zo'r-ku bu narsa.